Manchester City va O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida hozirgina siz kutmagan xush xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Abduqodir Husanov Manchester City bilan shartnomani uzaytirdi. Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov klub bilan 2031-yilgacha mo'ljallangan yangi 5 yillik shartnoma imzoladi. Klub rahbariyati Husanovning qisqa vaqt ichida jamoaning muhim futbolchilaridan biriga aylanganligini alohida ta'kidladi. Himoyachi 2025-yilning yanvar oyida Fransiyaning Lens klubidan Manchester City safiga kelib qo'shilgan edi. Dastlabki shartnomasi 2029-yilgacha mo'ljallangan bo'lsa-da, uning barqaror o'yinlari va rivojlanishi sabab yangi bitim yana imzolandi. Abduqodir Husanov yangi shartnomani imzolagach, klubda o'zini baxtli his qilayotganligini va Manchester City safida rivojlanishda davom etishini istashini bildirdi.